Assalomu alaykum Mahmud Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibonlari, YouTube foydalanuvchilari, akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar. Xudo xolasa bugun hafta kuniga seshanba bo'ldi. 2026-yil 28-iyul sanasiga Andijon viloyati Shahrixondagi Cho'ja bozoriga tashrif buyurganmiz. Akalar, xudo xolasa va'da qilingandek navbatdagi videomiz yosh ko'chat novvoslar haqida bo'ladi deb aytib o'tgan edik videolarimiz oldingi qismlarida. Yosh ko'chat novvoslarni mana xudo xolasa mana oyliklari rossiyskiy simental ola qora chiroylardan menga kelib qopti. Akalar, xudo xolasa ma'lumotlarni akalarimizdan olishga harakat qilamiz. Sizlarga ma'lumotlarimiz, olayotgan videolarimiz sizlarga taqdim qilayotgan videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, akalar bitta-bittadan layklarni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa, chunki bundan keyingi videolarimiz ham bulardan xudo xolasa kam bo'lmaydi, sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Akalar, xudo xolasa ma'lumotlarni olishni boshladik. Aka, sizlardanmi? Kimdan aka? Aka, sizlardanmi? Nechta bor aka? 15 ta qoldi. Hammasi novvosmi? Bitta xonajimchasi bor. Bular kunliga oyiga yetmagan hali, xudo xolasa. 10 kunlik. 10 kunlik simental buqachalar bor ekan. Rossiyskiy ola, bitta qora bor ekan. Mana inshaalloh mana akalar ko'rib ko'rasizlar, hammasi toza qonli. Xudo xolasa baxsinglar baraka topadigan bo'zakchalar. Aka, narxlari nech pul bo'lyapti? Chep, narxlari nech pul bo'lyapti? 14 milliondan 18 milliongacha. Aka, hammasini bitta joyga oldim desa ham bo'laveradimi? Xayr kam bor, xudo xolasa. Uyda yana 15 ta bor, xudo xolasa. Aka, telefon nomerlar berilaveramiz qiziqqanlarga. 77lik 530 0105 0105 shu aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarini olib bemalol onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Akalar uyida xudo xolasa bunaqa toza qonunlarda yana 15 ta bor deyapti. Chep, dastlabki xizmatlari bormi? O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari akalar ishlab turibdi. Aka, bozoringizni bersin. Akalar, bu qani? Bezakchalarni. Akalar, xudo xolasa keyingi ma'lumotlarga o'tdik. Bir boshdan xudo xolasa mana ma'lumotlarni akani o'zidan olishga harakat qilamiz. Oldi ko'rinishlarni bitta ko'rsatib olayda, imkoniyatimiz bor ekan oldi ko'rinishlarni. Akalar, molda ko'rinishlari oldi, oq quloq, oq tumshuqlari ham bor. Ichida shvetlari ham bor, mahalliy shvetlarimiz bor. Qayerda xudo xolasa mana ola simentalga yoki Greenfordga mana gibrid bo'lib qolgan variantlari. Oq quloq, oq tumshuq mana variantlari, mana qora variantlari xudo xolasa bor. Aka, nechta bor? 18 ta. Yebish salomatchilik xudo xolasa bemalol aytilaveradi. Bir haftaga javob berilaveradi. Aka, nech puldan boshlanyapti molimiz kichkinasi? Kichkinasini 20 ga sotildi. Sotildimi? 20 millionga? 10 milliondanmi? 10 milliondan xudo xolasa sotilibdi mana shu molimiz. Bu yoq nech puldan boshlanyapti aka endi? 14,5 milliondan 23 milliongacha mollarimiz bor ekan, xudo xolasa. Hozir orqalardan ko'rsatamiz aka sizlarga. Akalar, xudo xolasa hozir 20 millionga 10 milliondan baraka bo'lgan orqasini ko'rsatib qo'yaman aka sizlarga. Mana aka, mana shu ikkovi mol, bu bilan bu 10 milliondan 20 millionga baraka bo'libdi. Mollarimiz orqa ketlari. Aka, onlayn savdoga telefon nomerlarini bersak, 33 157 45 40 telefon nomeriga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor.
Dastlabkilarimiz ham bor aka, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab tekin. Vodiy bo'ylab tekin, tog'diyag'iga vohagacha kelishilgan holda. Akalar, dastlabki xizmatlar ishlab turibdi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab tekin. Toshkentga, Vohaga, Samarqand, Buxoroga qiziqqanlarga akaga kelishilgan holda dastlabki xizmatlari bor. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p. Men noto'g'ri yurib oldim aka. Manalardan so'raganlar akalarimizga xudo xolasa hozir. Orqa ketlari. Kimdan ekan aka mollar? Akadanmi? Aka? Bormaylar aka. Charchamayapsizlarmi? Sizlardanmi aka? Nechta bor ekan aka? 15 ta bor. 15 ta bor a? Xudo xolasa katta varianti, sal kattaroq varianti. 15 ta molimiz bor ekan, kichikroqdan boshlanib shugacha kelyapti. Bo'ylari bir 15 plus 120 atrofida, shundan qarab ketyapti. Xudo xolasa 1 metr 1.5 plusgacha siz istagan xohlagan razmerda xudo xolasa chiqaradi. Ha bu bugun bo'ldi. Aka, narxlar necha puldan bo'lyapti? Kattalarni 22 dan dedik. 22 dan kam xayri ham bor, xudo xolasa. 25 million dedik. Mochakada 25 million ekan, bola 22 milliondan xudo semental ekan. Xayr kami bor xudo xolasa. Kichkinamiz nechidan boshlayapti aka ko'chatlar boshidan? 14 million so'mdan 25 milliongacha. 14 milliondan 25 milliongacha siz so'ragan xudo xolasa razmerlar chiqaradi. Aka, dastlabki xizmatlarimiz bormi? So'mdan 20 million dastlabkilar ichida. Dastlabkilar ichida qaygacha aka dastlabkasi xudo xolasa? Buni hammasi O'zbekiston bo'ylab dastlabki. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi, ha, xudo xolasa. Aka, yebish salomatchiligi xudo xolasa bir hafta sinab olishga bemalol telefon nomerlari xudo xolasa aloqaga chiqilaveradi. Aka, telefon nomerini aytib ko'ramizmi? 90lik 144 66 16 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatlar xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilaveradi aka. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Akalar, keyingi bo'zaklarimiz, novoshlarimiz ma'lumotlarni berishga o'tamiz. Xudo xolasa orqetlarni birinchi ko'rsatib qo'yinglar akalar. Bo'ladi 1.10 atrofida, 1.10 plus xudo xolasa, 1.10 dan boshlab 1.20, 1.15 plus atrofida. Xohlagan razmerni agar bemalol razmeringiz chiqaradi. Molda turishlari. Aka, xormanglar, charchamayapsizlar, nechta bor? 10 ta aka. 10 ta, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi? Yebishlari yaxshi aka. Bir hafta sinab olaveradi, xudo xolasa. Sinovimiz bor. Qayerda mollari aka bular? Anjonniki. Anjon shahriniki, xudo xolasa. Necha puldan boshlayapti aka, mana shu kichkinam xudo xolasa? Aka 15,5 dan 20 milliongacha. 15,5 milliondan boshlanib 20 milliongacha mollarimiz bor ekan. Soni nechta edi aka buni? 10 dona, xudo xolasa. Ashtakidan boshlab xudo xolasa mana shu yergacha akamizniki ekan. Aka, buni telefon qilib qiziqqanlarga onlayn savdomiz. Bu ham bor, xudo xolasa. Telefon qilib qiziqqanlarga onlayn savdolarimiz bormi aka? Bor aka, onlayn bor. Onlayn savdoga aka nomerlar aytib ketaylik. Beramiz. Nomerlar aytib ketaveramizmi aka? 91lik. 87. Nechi? 487 81 21 nomeriga aloqaga chiqib, bemalol akaning o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabkida xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab chiqaveradi. Bittaga ham bor. Bir donaga ham, 10 donaga ham xudo xolasa akalar yetkazib beraveradi. Aka, bozoringlarni bersin, charchamanglar. Aka, xudo xolasa mana anguska gibrid bo'lgandan so'rovmidingiz? Orqa ketlari xudo xolasa chiroyli. Bo'ylari 1.10 1.15 xudo xolasa. Mana oldi ko'rinishlari, tuyoqlari xudo xolasa stakan tuyoq. Aka, nech pul aytyapsan narxini? Narxini 15 million aytyapman. 15 million. Ha, 11 million qildi bozor xudo xolasa. 15 million xayri kami bor xudo xolasa.
Qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi aka? Nomerlarni aytib ketaveramiz aka. 94lik 566 0131 mi? 0135 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib, xudo xolasa onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, dastlabkasi bormi bularda? Qayergacha bor? Andijonda o'ziga dastlabki bor, vodiyga kelishilgan holda, xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Akalar, keyingi videoga o'tamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, keyingi novvoschalarda asha siz so'ragan razmerdagi mollarni, xudo xolasa videolarini, ma'lumotlarini olishda davom etamiz. Hoji aka, hoji onalar, hoji otalar, xudo xolasa. Orqa ketlari o'zimiz mahalliy shved mollar, xudo xolasa. Orasida Qirg'izistonlari bor. Bunaqa eshtonlari ham bor, aralashib qo'ygan, limuzinga gibrid qo'yganlari ham bor akalar. Orqa ketlari, xudo xolasa. Mana chiroylidan so'ragan akalarimizga. Quyosh tushib qolyapti akalar, hozir quyosh qarshi bo'lib qoldi. Aka, nechta bor edi? Soni nechta edi? 16 ta, xudo xolasa. Mol Namanganniki yebish salomatchiligi qanaqa aka, xudo xolasa? Bir hafta savol-javob qilib sinab olaveradi, xudo xolasa. Aka, narxlar nech puldan boshlanyapti? 17,5 milliondan chekadan boshlanyaptimi shunda? Orasidan 15 millionligi ham bor. Nech pulgacha kelyapti endi baland aka narxi? 2.16 bo'ldi, bozor berdi aka. 15 milliondan 17,5 milliongacha mollarimiz bor ekan, xudo xolasa. Yebish salomatchilik bir hafta savol javob bo'laveradi deyapti akalar. Aka, dastlabki xizmatlarimiz bormi? Dastlabki xizmatlari. Qiziqqanga telefon qilganga yetkazib berilaveradi. Telefon nomerlarini aytaveramizmi aka? 91lik 169 1977 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatlar, xudo xolasa, yetkazib berilaveradi deb aytishyapti. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Akalar, xudo xolasa, keyingi videolarimizni ma'lumotlarni, ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Xo'p, xudo xolasa, mana shu yerdan boshlanyapti. Mana bu estonlari. Eston variantga qiziqqan akalar, o'qib ketlari, xudo xolasa, chiroyli, yuz kelgan pachka. Mana qora variantlar, anguska gibrid bo'lganlari bor ekan, xudo xolasa. O'zimiz mahalliy shved mollar ham bor. Orqa ketlari, mollar tepadan ko'rinish holatlari akalar, bellari. Mollar o'ta, xudo xolasa, chiroyli, sifatli, sog'ligan razmerda, xudo xolasa, hoji aka chiqaveradi. Aka, xormanglar. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Bugunga nechta molimiz bor aka, xudo xolasa? 14 ta aka, xudo xolasa. Kichkinasi nech puldan boshlanyapti ashi? 13 milliondan tortib 18 milliongacha bo'zay. 13 milliondan tortib 18 milliongacha bo'zalarimiz bor, xudo xolasa. Xayr kami ham bor, xudo xolasa. Aytilgan narxlar muhim emas, akalar, xudo xolasa. Xayr kami ziynati o'zi bilan bo'ladi, xudo xolasa. Buqalar, xudo xolasa, mana o'ta go'zal, chiroyli. Aka, dastlabki xizmatlarimiz bormidi? Qayergacha chiqaveradi dastlabkilarimiz aka? O'zbekistondan chiqib ketmasa bo'ldi. O'zbekistonda uy bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Nomerlarni aytaveramizmi aka dastlabki? 94lik 430 30 93. Aloqaga chiqishaversin, mol cheksiz. Hech narsa yetkazib olib beradi. Xudo xolasa, bular endi biroz chiqqani hol uyda yana bor, xudo xolasa. Akalar, aytilgan nomerga aloqaga chiqib, akani o'zidan onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatlari butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish imkoniyatlari akani o'zida bor. Akalar, xudo xolasa, keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Akalar, mana yoshrog'idan, kichikroqdan, uzoqroq baqib, xudo xolasa, o'zim novvoz qilib, yetalab, yemlashga tayyor qilib olaman deganlardan. Orqa ketlari, xudo xolasa, savdolari bo'lyapti akalar. Hozir mana kichkinamiz, xudo xolasa, bo'ylari 1 plus 1.5 atrofida. Xudo xolasa, bozorlari bo'lib turibdi, qizyapti. Hurmatingiz uchun. Bo'ldimi? Aka, qaysinga baraka bo'ldi? 1 million so'mdan bo'ldi to'rttasi. 1, 2, 3, to'rttasi. 1, 2. Baqarang, 1, 2, 3, to'rtta. Aka, bitta ko'rsatib qo'ysam maylimi shuni aka? Akalar, xudo xolasa, mashindan boshlab to'rttami? Ashi qora, sariq,
Yana qaysi ikki? Molo. Ha. Mana shu moliga xudo xolasa. Mana shu moliga. Mana shu moliga. Mana qorasiga. Akalar baraka qilishda nech puldan bo'ldi aka barakasi? Chep. Nechta puldan bo'ldi barakasi? 14 million hammasi bir xil bo'ldi. Qo'yiq suyuq 14 milliondan baraka bo'lib xudo xolasa. Qo'yiq suyuq ichida. Akalar. Boshidagi ham sotilgan bo'lishga birinchidagi Birinchidagi sotilgan xudo xolasa. Nech pulga sotildi aka aytib qo'yramizmi? Ana eshitmay qoldim. Eshitmay qoldi xudo xolasa. Hozir shunda nechta qolyapti aka? Ba'zi bitta bo'ldi, mana 4ta sotilib ketdi xudo xolasa. Shunda 12 ta qolyaptimi? 12 ta qolyapti xudo xolasa. Narxlarimiz 17 milliondan boshlanyapti baland xudo xolasa. 17 million so'mdan. Ikkovi. Bular 16 million so'mdan kami bor. 16 milliondan qayergacha aka bular xudo xolasa? 16 million. Mana shu yergacha. Bu yog'icha aka. Bu yog'i 15 dan kami. Bu yog'i 15 dan, o chekada kishinalarchi? 14, oxiri 13 million so'm. 13 milliondan 17 milliongacha mollar bor xudo xolasa. Yebish salomatchiliklari qanaqa aka bularda? Bir haftaga sinab so'roq savol qilib oladi xudo xolasa. Issiqlatib qo'ymasa, kana shaqtirib qo'ymasa, kasal yuqtirib qo'ymasa bo'ldi xudo xolasa. Molni joniga kafolat berilmaydi, yebish yurish turishiga kafolat beriladi xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytaveramizmi aka? 93lik. 196 77 27 nomerlarga aloqaga chiqib, onlayn savdolar bor xudo xolasa. Dastlabki xizmatlari O'zbekiston bo'ylab chiqarami? O'zbekiston bo'ylab yo vodiyami? Vodiy bo'ylab dastlabkilar chiqaradi akalar. Aytilgan nomerlarga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni akani o'zidan olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Vodiy bo'ylab beslarning dastlabkilari ichida deyapti akam, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar, bozorda mol ko'p. Bunaqa yosh ko'chat novvoshlarimizdan xudo xolasa bugun kechgacha video qilsak, kechgacha ma'lumotlarni bersak tugamaydi akalar, xudo xolasa. Qisqa va lo'nda qilishga sizlarga manfaatli bo'lish harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bugungi yosh ko'chat novvoslarimizning ma'lumotlari shular bo'ldi. Agar berilgan ma'lumotlar sizlarga manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, akalar, bitta-bittadan layklarni bosib, xudo xolasa, podpishkada bo'lib turasizlar. Kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz kanalga obuna tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, chunki bundan keyingi videolarimiz xudo xolasa bulardan kam bo'lmaydi. Manfaatli, foydali videolarni o'tkaza olmaslik uchun kanaliga obuna bo'lib, bitta-bittadan layklarni bosib, akalar duoda bo'lib turasizlar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar aka, xudo xolasa. Keyingi qismlarga o'tamiz. Keyingi qismlar xudo xolasa sigirlar, katta boqma buqalar haqida, qo'ylar haqida bo'ladi. Akalar kuzatishda davom etasizlar.